هذا طقم بنتي قبل ما تستشفى. Bu qizimning shahid bo'lishidan oldingi kiyimi edi. Bayramlik kiyimi, lekin u kiyishga ham, bayramni ko'rishga ham ulgurmadi. Endi uni sotmoqchiman. Bolalarimga ovqat olish uchun. Allohga qasamki, qizimning kiyimini sotyapman. U shahid bo'ldi va uni kiyishga ham ulgurmadi. Taom xarid qilish uchun men hech kimdan yordam so'ramayapman. أنا مش مجبورة على المساعدة بس في الشكل. Lekin ovqat yo'q, ichimlik yo'q, hech narsa yo'q. Shuning uchun yordam olishga yo'l oldim. Osmondan samolyot yordam tashladi. Balki nimadir olib qolarman deb umid qildim. Qizimga yugur, ehtimol biror narsa olib qolarmiz dedim. Bo'sh paket olib chiqdim. Shunga hech bo'lmasa taom solib qaytsak degandim. Biroz suv ham oldim. AQSh gumanitar yordam tarqatishyapti deyishdi. Men va qizim bordik. Katta qizim bor yo'g'i 15 yosh u 4 oylik edi. U o'sha yerda shahid bo'ldi. Askarlar otgan o'q boshiga tegib miyasi orqasidan chiqib ketdi. Alloh rahmat qilsin. Uni dafn qildik. Ortidan men ham jarohatlandim. Bir oy o'zimga kela olmadim. Yordam olgani ham chiqa olmadim. Keyin ikkinchi qizim Jana bilan yana bordik. U ham jarohatlandi. Qo'lida qattiq og'riq bor. Qo'liga temir six o'rnatishdi. Unda ham metall parchalari bor. Mana bu askolka. Bu ham bir askolka. Mana bu ham. Butun tanasi metall parchalari bilan to'la. Jigariga ham kirib ketgan. Uni olish olmadi. Keyin men u bilan boshqa bir yordam punktiga ham bordik. U yerda ham yelkasidan jarohat oldi. Menda 7 ta farzand bor edi. Katta qizim yordam olaman deb shahid bo'ldi. Bu qizim jarohatlangan, ammo u ham men bilan yugurib yuribdi. Qolgan 5 farzandim hozir chodirda. Ular hammasi kichkina, 5-sinfgacha. Eng kichigi esa 2,5 yoshda. Allohga qasamki, bir haftadir uyda un ham yo'q. Non uchun bolalarni chodirlarga yuboraman. Chodirlardan non so'rab yuribmiz. Bolalarim xayriya markazidan keltirilgan yasmiq sho'rvasini ichishmoqda. Ayollar uchun alohida kun belgilashdi. Men bordim. Soat 5:50 da bomdodni o'qib yo'lga chiqdim. Yetib borganimda maydon bo'm-bo'sh edi. Kelinglar, sizlarga ham beramiz deyishdi. Lekin orqasidan bizga qalampirli ko'z achituvchi gaz otdilar. Menda astma kasali bor. Ular odamlarni hurmat qilishmaydi. Bizga hech narsa berishmadi. Uyga qaytsam, butun yuzim va qo'llarim qalampirdan kuygan edi. Sahifamizga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham ulashing.